Hurmatli Jasorat maktabi o'quvchilari, sizlarni jismoniy hamda aqliy salohiyatingizni sinovdan o'tkazish vaqti keldi. Sizlar bilim, sadoqat va mardlik shiori ostida 5 shart bo'yicha bellashasizlar. Saf tayyorgarligi, intizom va hamjihatlik, tibbiy tayyorgarlik, birinchi yordam ko'nikmalari, robototexnika, zamonaviy texnologiyalar sirlari, huquqiy savodxonlik, qonun va burchlarimiz, milliy sport o'yinlari, jismoniy chiniqish. Birinchi o'rin g'olib jamoa a'zolariga esdalik sovg'asi, notebook, medal, maxsus kubok hamda ta'lim sayohati. Ikkinchi o'rin g'olib jamoa a'zolariga esdalik sovg'asi, planshet, medal hamda esdalik sovg'alari. Uchinchi o'rin g'olib jamoa a'zolariga esdalik sovg'asi, televizor, medal hamda esdalik sovg'alari topshiriladi. Musobaqaning hududiy bosqichlari o'tkaziladigan kun va joyni quyidagi havola orqali bilib olishingiz mumkin. Ma'lumot o'rnida respublika bosqichi joriy yilning 20-23 may kunlari o'tkaziladi. Barcha jamoalarga omad tilaymiz.